Mana bu videoni YouTube'ga joylaganimga 7 oy bo'ldi. Menga mana bunday kommentlar keldi. Men bugun sizlarga shu videoni qaytadan tushuntiraman. Bu safar Pajab Launcherda emas, Mojo Launcherda tushuntiraman. Play Marketga kirib, search bosib, qidiruvga Mojo Launcher deb qidirasiz va birinchi chiqqan o'yinni yuklab olasiz. Undan so'ng sizlarda mana shunaqa menyu ochiladi. Bu yerdan local account bosib, o'zingizning username-ni kiritasizlar. Loginni bosasiz. Mana bu yerdan Create New Instance bosib, Create Force Instance bosasiz. Pastroq tushasiz, 1.16.5 ni tanlab, buni yuklab olasiz. Bu yerdan chiqib, mana buni ustiga tanlaymiz va play tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. Endi esa ozgina kutamiz. Mana o'yinga ham kirib oldik. Endi quit game bosib, bu yerdan chiqib ketamiz. Sizlarga Telegramga kirib, Brock sayt kirib, birinchi kanalga kirib, Artifact Pack zipni yuklab olasizlar. Play Market kirib, mana bu joyga Zarchiver deb bulush berasizlarda kirib, birinchi chiqqan ilovani yuklab, Open'ni bosasizlar. Zarchiverni ochganlardan so'ng pastroqqa tushasizlarda downloadni bosib, Telegram kirib, boya yuklab olgan zip papkani ochib olasizlar. Ochib olganingizdan keyin ichiga kirasizlar. Mana shu narsalarni endi mana buni ekstra qilasizlarda biroz kutasizlar. Endi shu mana bu modlarni yuklab, ustiga bosib turib, kartni bosasiz va bu yerdan chiqib Android data pastroq tushamiz. Get Artel Mojo Files Instance 1.16.5 mods. Mana bu yerni bosib tashlaysizlar. Endi esa boyaga downloadga qaytamiz. Telegram kiramiz. Boyaga papkaga kirib, mana bu bazani bosib turib, kart bosib, boyaga joyga qaytamiz. Android data pastroq tushamiz. Get Artel Mojo Files Instance 1.16.5 saves va buni bu yerga tashlaymiz va endi Mojo Launcherga kiramiz. Mana do'stlar, Mojo Launcherga kirib oldik. Endi play tugmasini bosib biroz kutamiz. Mana o'yinga ham kirib oldi. Endi esa o'yinga kirguncha sal kutamiz. Mana do'stlar, o'yinga ham kirib oldi. Single player bosib, mana shu bazani ustiga bir marta bosib kiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, baza o'zi paydo bo'lib qoldi. Boyaga Zarchiverdagi papka tashlaganimiz uchun do'stlar. Biroz kutib turamiz. Mana do'stlar, kirdik mana nihoyat. Do'stlar, siz o'yin kirganda sal qotadi, shuning uchun hozir nastroykaga kirib, mana chiqib bu yerdan hozir nastroykaga kirib, sal FPS oshirish uchun Optifine'ni hamma animatsiyalarni o'chirib qo'yamiz. Keyin FPS ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. FPS normalni mana 55. Bolalarni jigarlarni ko'rganlaridek artefakt hamma uy hayvonlari bor bu yerda, mana ko'rishingiz mumkin. 1.16.5 versiya uchun chiqarilgan modlar mana hamma narsalar turibdi shu yerda. Ko'rib turganlaridek bolalar hamma modlar bor bu yerda. Agar yana sizlarga shunaqa foydali videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegramdan yozinglar, qanaqa video chiqsin. Do'stlar, tez kunda Articraft serverini ham obzor qilamiz do'stlar. Hammaga xayr jigarlar, sog' salomat bo'linglar.